Assalomu alaykum barcha internet ahli. Bugun sizlarga eng arzon qishloq xo'jaligi agregatlarini 3-4 ta variantlarini obzor qilib beramiz. Dala uchun mo'ljallangan bedalar, har xil xashaklarni o'rishga mo'ljallangan kaselkalarimizdan boshlasak, 1.25 razmerda mini traktorlarga mo'ljallangani, 1.65. Bundan katta razmerlarimiz ham bor. 1.95. Ularning hammasi Turkiyaning Baxtsan degan zavodidan keladi. Sifatlari a'lo darajada, narxlari ham bor. Keyingi agregatimiz kultivator bo'ladi. O'zbekiston zavodini. Bu O'zbekiston zavodini ko'p uji fermer dehqon akalarimiz bilishadi. Juda sifatli va haqiqatdan ham yerni unumdorligini oshirib beradigan agregatlardan hisoblanadi. Paxtalarni, makka jo'xorilarning oralarini chopib qilishga mo'ljallangan, o'zini dori soladigan ikkita bunkerlari bo'ladi. Orqasida arg'ochalari ham bo'ladi buni. O'rnatilmagan 5 ta arg'ochalari ham bo'ladi. Bemalol ularni ham komplektida bo'ladi. O'rnatib olib, birato'la chopib qilib, ariqlarni ham ochib ketsa bo'ladi. Keyingi agregatimiz qator orasini freza qiladigan междурядный freza. Bu 90-76 paxtani qator oralarini bunaqa baquvvat va sifatli pichoqlar yordamida chopib, yerni yumshatib, dorilarni solib, yana ariqlarni chiroyli qilib ochib berib ketishga mo'ljallangan. Kimga mana shunaqa agregatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ular ham lelenkalari bo'ladi, ligrovishni. Qator uylar orasiga qarab, o'ngga chapga ligrovka qilsanglar bo'ladi. Bu ko'rib turganingizda Turkiyaning Qo'ylu degan zavodidan keladi. Bu yerda xuddi shu hozir ko'rsatgan agregatimizni 60 ga tushadigan, qator orasi 60 ga tushadigan kichikroq bunkerli pichoqli. Bu ham 5 qatorli bo'ladi. Bir vaqt o'zida 5 ta qatorni chopib qilib, dorisini solib ketish xususiyatiga ega. Keyingi agregatimiz ushu deyiladi bu. Bu oltin gugurt sepadi. Paxtalarga bemalol oltin gugurtlarni mana shunaqa agregatlar yordamida oziqlantirsanglar bo'ladi. Komplektida ko'rib turganinglardek kardani bo'ladi. O'zini silindrchasi, shlankalari bilan. Sifatlari aytib o'tganimdek a'lo darajada. Narxlar sizlar kutgandan ham ancha arzonroq. Bemalol aloqaga chiqib, narxlar to'g'risida yana o'zingizlarni qiziqtirgan savolingizga javob olsanglar bo'ladi. Bu yerda Lemkin diskabaraning qotili bo'lgan bunaqa prujinali toshli qattiq kesakli yerlarga mo'ljallangan 61 diametrli общий рабочий shrinasi 320 bo'lgan diskabarani Turkiyaning Karachi zavodida ishlab chiqarilgan. Bunaqa prujinalar yordamida toshlarga kelganda sakrab o'tib ketadi. Sakrab o'tib ketish hisobiga disklarni sinishini oldini oladi. 3 metr orqasida katoklari. Mana katoklari ham silindrli bo'ladi. Silindr yordamida ko'tarib tushiriladi. Bu yerda o'zimizning milliy mahsulot Agripars Groupning brend ostida chiqadigan 600 litrlik inrula. Va boshqa agregatlar ham bor. Xudo xolis keyingi videolarda boshqa agregatlarni ham qisqacha tushuntirib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lsanglar, boshqa agregatlarni ham ishlash video jarayonlarida qo'yilgan videolar bor. Bu yerda ko'rsatilmagan agregatlarning ham obzorlari bor. Bemalol o'sha yerdan ko'rib tanishib chiqsanglar bo'ladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.